Eski maqol bor, bilmadim qaysi xalqni, qaysi millatni. Dushmandan qo'rqish bu tabiiy deydi. Do'stni himoyalash, do'st bilan birga bo'lish bu ham tabiiy. Lekin kimdan qo'rqish kerak deydi? Betaraf odamdan. Betaraf bo'lish bu zamonda o'zi qiyin. Nima deganda hammasi aniq bo'layapti. Kim nimani xohlaydi? Kim tinchlikni xohlaydi? Kim aytaylik faqatgina o'zini manfaatini ko'zlab, uzoqni ko'zlab, o'zini olib borayotgan siyosatini. Shuning uchun betaraflardan qo'rqish kerak. Va shu nuqtai nazardan qaraganda aytmoqchiman. Men sizlardan nimani so'rayman? Kurashchi bo'linglar. Kurashish kerak O'zbekiston uchun, bu yer uchun, bu tuproq uchun, farzandlarimiz hayoti uchun kurashishimiz kerak. Tinchlik uchun kurashishimiz kerak. Osoyishtalik uchun kurashishimiz kerak va ertangi kunimiz uchun kurashishimiz kerak.